Endi 4-6 yoshga keldik. Agar 0-3 yoshda hamma narsa to'g'ri bajarilsa, bola 4 yoshga kelib erkin gapiradigan, atrofni tushunadigan, o'rganish qobiliyati rivojlangan bo'ladi. O'rganish qobiliyati rivojlangandirsa, bu bolaga bir nimani o'rgataman desangiz, u osonlik bilan o'rgana oladi degan. Chunki miyasi yaxshi rivojlangan, neyronal svязьlar ko'p, yaxshi oladi. Mana yaxshi oladi deymiz-ku bir xil bolalar. Bitta tushuntirsangiz, qoidani tushunib oladi. Bir xil bolalarga 10 marta tushuntirish kerak. O'sha yaxshi oladi, mana shu 0-3 yoshda to'g'ri yondashuv qilingandan keyin yaxshi oladi. E'tibor berish kerak bo'lgan masala nimani o'rganish kerak, qanday o'rganish kerak? Nutq so'z boyligi. Asosiy e'tibor nutq so'z boyligi, mantiqiy fikrlash va ijodkorlik. Buni ham qiyin narsa emas. Uyda qiladigan, ko'proq ota-onalar shug'ullanadigan, u uchun to'garayma, krujokma, begonalarning oldiga bola olib borish ham shart emas. Nutq so'z boyligi. Bola bilan muhokamalar boshlash kerak. Erkin gapiradigan bola bo'ladi sizda. Muhokamalar boshlash kerak. Nima uchun? Qachon? Qanaqa qilib? Bola o'zi tushunadi va bola o'z fikrini ayta oladi. Har qanday hodisalarga, oiladagi vaziyat hodisalarga, ko'chadagi bo'layotgan ishlarga, har qanday vaziyatda imkon qadar bolani muhokamaga chorlash kerak. Fikr bildirishiga chorlash kerak. Nimani xohlaysan? Qanaqa qilamiz? Senga yoqyaptimi, yoqmayaptimi? Keyin o'zing ham qilib ko'r. Mantiqiy fikrlash, tasniflash, taqqoslash, sabab-oqibat o'yinlari oddiy narsalar bu ham. Mana buni qilsang bundoq bo'ladi. Yoki tasniflash, taqqoslashda mana bu yaxshiroqmi, mana bu yaxshiroq, mana bu kattaroqmi, mana bu kattaroqmi, mana bu kichkinaroqmi? Xullas taqqoslashni o'rganish kerak. Baland, past, yaxshi, yomon, uzun, kalta, sekin o'lchov birliklarni tanib, tushuna boshlaydi. O'lchov birliklar ham shu orqali beriladi bolaga. Va albatta ijodkorlikni rivojlantirish, kreativlikni rivojlantirish. Bolangiz kelajakda qaror qabul qilishda, turli ishlarni amalga oshirishda, turli loyihalar qilishda agar ijodkorroq bo'lsin, design thinking bo'lsin, unda qanaqadir creativity bo'lsin deydigan bo'lsangiz, bolaligidan bolaga nimadir qo'lida yasashga imkoniyat berish kerak. Ilgarigilar loy bo'lgan, hozirgi plastilin bilan qiladi. Ya'ni plastilindan nimalardir yasash. Hattoki o'zingiz taklif berishingiz mumkin. Plastilinni berib, menga mana bu narsani yasab bergin, bitta ko'ring, mana shunaqa qanaqa yasarkinsan deb bolani keyin o'zi yo'naltirish kerak. Bo'yash, yasash, qurilmalar yig'ish, legolar bor hozir, konstruktorlar bor hozir. Hozir xilma-xil o'yinchoqlar borki, bolani fikrlashga chorlaydigan. Eng oddiy narsalar bor. Bemalol raskraska kitoblar bor. Bir xil umuman bir marta ham raskraska kitob olib bermaydi bolasiga. Nima keragi bor? Uni olasan, bo'ldi, keyin otaverasan deydi. Vaholanki raskraska kitobda ham bola ranglarni bir-biriga tanlashni o'rganadi. Bolada qanaqadir did shakllanadi. Bola real rasmdagi rang bilan chizayotgan, to'ldirayotgan, raskraska qilayotgan rangini bir-biriga taqqoslay boshlaydi. O'sha orqali biz unda kreativlikni, ijodkorlikni rivojlantiramiz. Bu ota-onalar roli deganda hozir aytilgan narsalardan tashqari 4-6 yoshli bolani o'tkazib qo'yib turib, kitobdan dars o'qita olmaysiz. O'qitishga harakat qilishingiz mumkin, yaxshi samara bermaydi hali. Chunki bolada o'tirib o'qish ko'nikmasi hali shakllanmagan. O'yin orqali o'qitish asosan. Lekin bu yoshda 4-6 yoshda siz 4 yoshdan boshlab harfdan tushib boshlashingiz kerak. Mumkin. 4 yoshda bola agar 0-3 yoshda to'g'ri yondashilgan bo'lsa, 100% harflarni taniy boshlashi mumkin. Raqamlarni taniy boshlashi mumkin. O'qishni o'rgana boshlashi mumkin. Shaxmat o'ynashni bemalol o'rganishi mumkin. Chunki shakllarni taniydigan bo'ladi 4 yoshda bola. Bemalol e'tiborni 4-5 yosh vaqtida o'zingiz uyda azgina vaqt sarflab, asosan onalar qolaversa kechki payt otalar ham harf o'yinlari, raqam o'yinlari, shaxmatga o'xshagan o'yinlar. Bittada o'rganib olish shart emas, lekin bola bilan 1 oy, 2 oy, 3 oy shug'ullansangiz, bemalol amallaydi. Bemalol amallaydi degan narsani yana bitta narsani aytib o'taman. Men 4 ta farzandim bor. Kattam institutda turmushga chiqqan qizim, eng kichkina maktabni hozir bitiryapti. Shu narsani hammasini biz bolalikdan qilganmiz. Qilganimizning sababi biz men Amerikaga grant olib o'qishga ketganimda ikkita bolam bilan xotinimni olib ketganman.
O'tda bemalol playgroundlar bo'ladi, ota-onalar birlashmalari bo'ladi, bibliotekada ota-onalar guruhlari bo'ladi. O'sha guruhlarda mana shu hamma bosqichlardan o'tib chiqamiz. Ham kitoblar beriladi o'sha yerda bemalol. Biz endi hozir sotib olamiz. Lekin o'tda tayyor kitoblar ham bo'lardi, tayyor o'yinchoqlar ham bo'lardi, tayyor instruktor ham turardi. Hozir endi mana qilamiz. Hozir endi mana qilamiz deb o'sha katta bolalarimda o'sha yerda biza omadimiz kelib qolgan holatda biz bir yildan keyin qaytib kelganimizdan keyin shuni o'zimiz davom ettirganmiz. Uyda, oilada davom ettirganmiz. To'rttasi ham taxminan 5 yoshida o'qishi bilardi. Hammasi 5 yoshda o'qishi bilardi, shaxmat o'ynashni bilardi. Maktabga 6 yoshdan 100% tayyor edi, endi olmaganiga 7 yoshdan chiqqan. Shu hammasi a'lo baholar bilan maktablarni bitirdi, medalist bo'ldi 3tasi. Va 4-chi ham medalga ketyapti. Hammasi uyda hech qanaqa kurslarsiz частный maktablarni endiman shug'ullanaman. Bundan oldin частный maktablarda bo'lmaganman. Bolalarim davlat ishlaganman, davlat maktabida o'qigan. Davlat maktabida o'qib turib, uyda ingliz tilini o'zlik o'rganib olib turib, 6,5 ayni solib institutga kirishgan. Kursga borishmagan, repetitor olishmagan, mustaqil o'qish ko'nikmasini biz shakllantira olganmiz bolalar. Ya'ni mustaqil o'qish ko'nikmasi deganda bola qanaqadir masalani, zadachani o'zi izlanib o'rgana olish ko'nikmasi juda muhim. O'shani shakllantira olganmizki, biz ularning ketidan keyin yurmaganmiz. Bolalarning o'zi shu narsalarni bemalol qila olgan. Birga o'qish. Bu yoshda siz o'qib bermaysiz. Bu yoshda siz kitob ochib olib turib, bolam men senga erta o'qib bermayman demaysiz. Bu yoshda birga o'qiysiz. Kerak bo'lsa, bolangiz o'qib beradi, siz kelgan davom ettirasiz. Xolasangiz, sen o'qib chiq, men o'qib chiqay, keyin gaplashamiz. Nima bo'pti-yu, mana shu syujetda nima bo'pti, qanaqa tugapti, menga gapirib berasan deysiz-da, muhokama qilasiz. Ya'ni siz unga o'qib bermaysiz. Bola o'zi o'qiy boshlashdi. O'zi mustaqil tarzda kitobni qo'liga olib turib, ochib turib, o'zi o'qiy boshlashdi. Siz shu yoshda mustaqil kitob olib o'qishga o'rgatdingizmi bolani? Badiiy. Bo'ldi, bola yaxshi. Siz qo'rqmang, ta'limi zo'r bo'ladi. Agar qaysidir keyingi periodda uni discourage tanqid qilib salbiy rag'batlantirib qo'ymasangiz, shundan tortib qo'ymasangiz, o'zingiz aytaylik tortib qo'ymasangiz, bola o'zi yaxshi ketaveradi. Rejimiga e'tibor saqlanadi. Bunaqa vaqtda bola kechki payt vaqtida yotishi xuddi 0-3 yoshdagi muhim. Bu uchun imkon qadar bu bola yurishlarga qaraydi. Siz uni sekinligini kalovatga yotqizib kalovatga yotqizib, uxlatib qo'yib, keyin chiqib keta olmaysiz. Bu sizga qarab turadi. Bu degani bu bolaning oldida kimdir o'sha doimiy ravishda u bilan rejimini sal moslashtirishga to'g'ri keladi. Nima xalaqit beradi, qanday bartaraf qilish? Bu davrdagi bizning jamiyat, umuman dunyo jamiyatining eng katta muammosi bu hali ham o'sha gadjetlar. 4-6 yoshda bola o'zi tushunadi telefon nimaligini. Otalarning, onalarning qo'lida bo'ladi va ota-onaning qo'lida ko'rgan narsasi nimani ko'rayotganini ko'radi va o'shanga albatta qiziqadi. Xudo asrasin, bolani qo'liga qo'ysangiz telefonni bo'ldi, tamom, bolani rivojlanishini yana bir bosqich pastga tashlab yuborasiz. Shuncha mehnat qilganingiz, shuncha harakat qilganingiz, 3 yoshdan 4 yoshga uni tilini chiqarib, harf o'rgatib, yozishni, chizishni o'rgatib, raqamlarni sekin-sekin o'rgatayotganingizda, matematikani bazasini sekin 1 + 1 2 + 2 bilan o'rgatayotgan vaqtingizda bolani buzib qo'yasiz. Telefon meni qoidam 16 yoshdan keyin. Meni qoidam shunaqa bo'lgan. Bolalarim bittasi ham 16 yoshdan oldin telefon olmagan. Kattalarim 17 yoshda olgan, eng kichkinam 16 yoshda oldi, sababi IELTS 7 ga ko'tardi. IELTS 7 ga ko'tardi, bo'ldi, telefon va'da olib berdi. Lekin 16-17 yoshgacha bir kun telefonda o'tirmagan. Bir kun PlayStation o'ynamagan. Ekrandan время, televizor ko'rish, kino ko'rishchi vaqti cheklangan bo'ldi. Vaqti cheklangan bo'ldi. Agar hammasi yaxshi bo'lsa, darslarini hammasini zo'r vaqtida eplab maktabga borib kelayotgan bo'lsa, demak o'zi tanlaydi qaysi vaqt nimani televizorda ko'rishga kelayotgan bo'lsa, o'sha narsaga bemalol ruxsat beramiz. Lekin ekran время minimum
va telefonlar imkon qadar bolani qo'liga tushishi kerak emas. Bolani aldash uchun vaqtinchalik hozir shu baqirmay tursin, yig'lamay tursin, shunga qarab tursin degan eng katta xato. Bitta qaradimi bo'ldi, u yengil, qiyin. Bu oson dopaminga o'rganimi bo'ldi, undan chiqarib olmaysiz. U kattalar ham chiqib keta olmaydi. Shuning uchun komil o'zingizlarda ham ayrimlarda bo'lishi mumkin. O'tirib bir Instagramga kirib ketsanglar, ketma-ket kichkina videolarni ko'rib, yarim soat, 1 soat qanaqa o'tib ketib qolganini bilmaysizlar. Lekin u ketgan, zoya ketgan vaqt. Siz-ku mayli, siz o'rganayotganingiz o'rgan bo'ldingiz, kasbingiz bor, ishingiz bor, boshqangiz bor. Bo'ldi, siz qanaqadir bir natijaga erishdingizki, siz shu natija bo'ldi, menga yetadi deb kifoya qilyaptiki, sizga siz bemalol vaqtingizni sarflayapsiz. Lekin bolangizdan kattaroq narsa xohlaydigan bo'lsangiz, uni bu bilan ro'para qilishga haqqingiz yo'q. Mashg'ulot darsdan ko'paytirib yuborish. Yana bitta kasallik bor. Ayrim ota-onalar 4-5 yashar bolalarni prezident maktabiga kiritaman, nariyoqqa kiritaman, mamlaqa qilaman deb o'zini xohishiga qarshi u hali to'liq bir yaxshi bir bolalikni ko'rgan yo'q bolani ertalabdan kechgacha fantogaraga sport. Bir 4 ta 5 ta narsaga har kuni sudradi. Bu bolaga qanaqa ta'sir qiladi? Boshida nimadir o'rganadi boshqa, lekin ma'lum bir yoshga chiqqandan keyin u shunaqa to'yadi, bunaqa narsalar. Nega qabul qilmaydi boshida? Qabul qilmaydiganim u ixtiyoriy xohish istagi pasayib ketadi, motivatsiyasi pasayib ketadi o'qish. Ertaga siz yetaklab yurgan bola o'zi o'qish kerak bo'lgan vaqtda shu tashlab qo'yadi. Bo'ldi, endi ota-ona meni majbur qilmayapti, qila olmaydi ham, yoshim kattaroq bo'lib qoldi, endi men qilmayman deydi. Menga yetadi dedi. O'shaning uchun mashg'ulot darslarni 4-6 yoshda dars shaklidagilarini imkon qadar bolaga ko'p berish kerak emas. Pachimuchkaga bir 5-6 yoshda qanaqadir shanba kuni oddiy kuni bo'ladigan pachimuchkaga 2 soat, 3 soatga olib borish mumkin. Masalan, hafta davomida sportga olib borish mumkin. Lekin dars shaklida o'tadigan mashg'ulotlar bilan ehtiyot bo'linglar. Bolam tezroq rivojlanib ketar ekan, hozir bu 8 yoshda ingliz tilida gapirib orar ekan degan gaplarni ketidan yurmaylik, uchmaylik. Agar siz bola 8 yoshda chiqqanda Amerikaga ko'chib ketish niyatingiz bo'lmasa, bolani 5 yoshdan qiynab ingliz tilida to'garamay yurg'izmaylik. Agar sizlar aniq ko'chib ketishimiz aniq, biz shu ingliz tilida gapiradigan davlatga ketamiz, bolam nimadir o'rganib olsin desanglar, unda sizning vaziyatingiz boshqacha. Lekin 99% bolasini 5 yoshdan qiynaydigan ota-onalar hech bir 2-3 yildan keyin chet elga ko'chirgan rejasi yo'q. Harakatsizlik. Uyi katta bo'lgan, hovlisi bo'lgan odamlarga osonroq. Bola qancha ko'p hovliga chiqsa, qancha ko'p o'sha katta uyda bemalol qanaqadir harakatli ishlar bilan shug'ullansa, ish bo'ladimi, mashg'ulot bo'ladimi, dam olish bo'ladimi, qanaqadir sport turi bo'ladimi, biz 5-6 yoshda bola to'g'risida gapiryapmiz. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Domda turadiganlar ko'plar erinadi. 4 yashar, 5 yashar bolasi bor, o'zi domda turadi. Kechgacha o'sha 2 ta xona, 3 ta xonaning ichida bola qolib ketish holati bor. O'shanda ozgina erinmaslik kerak. Bola agarda uyda bemalol harakat qilishga joy, sharoit bo'lmasa, ko'chib borib bemalol. Игровой площадкada. Игровой площадка bo'lmagan taqdirda ham o'zini domini tagiga olib kelib, bolani oyog'ini tegirib, koptok tashab qo'yish mumkin. O'sha bilan bola ozgina ovora bo'lib harakat qilish kerak. Endi biz Yetto'mi yosh ota-onalar ro'liga bitta slaydimiz demak olib ketibdi. 7-10 yoshda ko'proq biz bolaga nimani o'rgatamiz? O'zi umuman bitta narsani aytib o'tmagan ekanman, hozir qaytarib o'taman. Bu aynan 7-10 yoshga kelganda muhim joyi bor. Bola sal o'zini angli, o'zini harakatini boshqara boshlab, tili chiqa boshlagan vaqtida bolaga yo'q degan narsani o'rgatish. To'liq erkinlik, nima qilmasa ham zo'r, mayli bola u degan siyosatni o'tkazib yubormaslik kerak ma'lum bir chegaradan. Bola jazolab bo'lmaydi, 3 yashar bola urib bo'lmaydi, unga baqirib bo'lmaydi. Hech kim shu shanaqa bir narsa qilib bo'lmaydi, lekin bolaga yo'q degan narsani o'rgatish kerak.
Chunki bola agar yo'q degan chegarasiz katta bo'ladigan bo'lsa, uni katta bo'lgandan keyin yo'qni shakllantirish qiyinlashib ketadi. Yo'qni shakllantirishi eng ma'qul vaqti 3 yoshgacha bo'ladi. Yo'q. Nimaga yo'q? Uni siz aytishingiz kerak, siz bilishingiz kerak. Masalan, oddiy misol, bola zinaga chiqib ketmoqchi, zina doligingizda zina ochib chiqib ketmoqchi. Bolani prosta olib bunda olib qo'yish emas. Imkon qadar har safar bola zinaga chiqa boshlaganda olib turib, o'tkazib turib, gap bilan tushunmasa ham, hali gapirmasa ham, mumkin emas, no, mumkin emas degan narsani ushlash. Yana chiqaman dedim, oldiga o'tirib oyoqni ushlab turasiz bo'ldi. Bola tipirchilikda xatti-harakat qiladi. Tushunadi, siz xohlamayapsiz uni bu yoqqa chiqishini. Bolaga zarar qilmayapsiz. Shu oyog'idan ushlab o'tiribsiz. Yo'qni tushunadi. Ya'ni bolada 3 yoshgacha yo'qni tushunchasini hosil qilish kerak. Agar yo'q tushunchasini hosil qilmasangiz, siz 6, 7, 8 yoshda boshqarib bo'lmaydigan bolaga ega bo'lasiz. Uje sizni gapingizga quloq solmaydi. Bolada 3 yoshgacha yo'qni tushunchasini juda muhim hosil qilish kerak. Nima savol? Botraga o'sha bolani repetitorsiz mustaqil o'rganish ko'nikmasini shakllantirish bo'yicha. Mustaqil o'qish ko'nikmasi hali aytganimdek, bolani kichkinaligidan kitobga mehrini uyg'otishdan boshlanadi. O'sha 3 yoshgacha bo'lgan bolaga, 4 yoshgacha bo'lgan bolaga har kuniga qadar har kuni erta o'qib berasiz, hikoya o'qib berasiz. Ma'lum bir kun keladi, boshida o'qishni boshlaysiz, har kuni 10 minut, 15 minut, 10-15 daqiqa. Ma'lum bir kun keladi, 1 oy, 2 oy, 3 oydan keyin bola shuni o'zi kutadi, o'zi keladi deb menga qo'limni o'qib bering, hada qattiq yursiz deydi. Yotish vaqtim kelib qoldi, o'qiylik deydi. Masalanda, undan keyin o'zi olishni o'rganadi, harf tanishi bilan 4 yosh, 5 yoshda. U olishni boshlagandan keyin shu har olganida, har kitob ochib o'qiyotganda siz rag'batlantirishingiz kerak. Ma'naviy. Bolam kitob o'qiyapsan, malatsiz, baraka top, zo'r. Menga yetib qo'ygan, nima qiziq bo'lsa, maktab kitob do'koniga olib boramansan, olib beraman xohlaganing. Bir oyda bir marta iloji bo'lsa kitob do'koniga olib borib, biz bolalar shuna qilardi. Kitob do'koniga olib borardik, xohlagan kitobini oldim. Hammasi bitta ikkita kitob ko'tarib chiqqan. Haligacha bolalar o'zi bir xillarda keladi, "Ada pul bering, ha, kitob do'koniga olib kelmoqchiman, kitob qidiryapman, topolmayapman." Uyda yo'q edi. Uyda bir 5000 ta kitob bor, bibliotekada qilib qo'ygan. O'sha kitoblarni ichida men katta bo'lganman, o'sha kitoblarni ichida men bolalarim katta. Mustaqil o'qish ko'nikmasi badiiy adabiyotga qiziqib o'qishdan boshlanadi. Birinchi navbatda, keyin mustaqil o'qish ikkinchi tomoni bor. Mana oddiy misol, bolalarimni ingliz tilini mustaqil o'rgandi deyapman, ikkita kattasi ayniqsa, chunki xususiy maktab yo'q paytda men boshqarmayman, boshqa emasman, davlat maktabida o'qishadi. 7-chi qizim 9-sinf endi o'tdi, o'g'lim 7-sinfga o'tgan edi, ikkita kattasi. O'shanda men ularni oldin qiziqtirdim, ingliz tili nimaga kerak. Ungacha shug'ullanmaganman. Maktab programmasi bilan ketishgan. Ingliz tili 0. O'qishadi, 5 olishadi, lekin unaqa bilim yo'q, chunki davlat maktabida ingliz tili o'qituvchilar bilasiz, problem. Birinchi qiziqtiraman. Ma'ni metodim shu. Men birinchi qiziqtiraman. Men gapirib beraman, bunaqa ekan, mana bu tanishimiz, qo'shnimiz Angliyaga ketdi, men o'zim o'qib kelganman. Mana rasmlarim, mana uning o'rtog'i falon joyga boribdi. To'qi qara zo'rligini, universitetning zo'rligini qara, kutubxonasining zo'rligini qara, sharoit qanaqa. Bitirgandan keyin men o'qib ketarkan. Ingliz tilini o'qisalar, inchisalar ham zo'r bo'lardi. Nima kerak esallar? Sekin-sekin qiziqtirdim, keyin bitta rag'bat qo'ydim. Agar masalan, men endi o'zim ingliz tilini bilganim uchun uyimda kitoblar ko'p. Ko'chadan olishim shart emas ingliz tilini. Mana men bu Melfini birinchi tomi, mana 1,5 mingta so'z. Agar mana shu birinchi tom bilan 1,5 mingta so'z o'tib chiqsalaring, Luboy aytgan sovg'ani olib beraman. Luboy aytgan, velosiped olib beraman. Agar aytaylik, aylantirib kelgan obyektlarga olib borib kelinsiz, chet elga emas, O'zbekistonga. Olib borib kelaman. Qilasizlarmi? Qilamiz. Bolalar o'zi napidegan ikkitasi uyda o'tirib, Melfini birinchi tomini 8 oyda tugatishdi. 1,5 mingta so'zni yodlab topshiramiz deyishdi. Tekshirib oldim, normalniy topshirishdi. Orada kelishadi menga kitob ko'tar, adam ham qoidani tushunmayman.
Menda imkoniyat bor, men tilni bilaman, men tushunmagan tushundim, lekin men o'tirib dars o'tmadim. Har kuni 1 soatdan, har kuni 2 soatdan dars o'tmayman. Nimaga? Mustaqil o'qishni o'rganish kerak. Hayot mustaqil o'qishdan iborat. Bu hozir ingliz tilini mustaqil o'rgana olsa, ertaga любой ko'nikmani mustaqil ravishda o'rgana oladi. Eng qizig'i hozirgi zamonda, ayniqsa yaqin kelajakda mustaqil o'rganish ko'nikmasi eng muhim ko'nikmalardan bittasiga aylanadi. Sabab kasblar o'zgarib ketyapti. Oddiy misol, hozir ko'p kasblarda tezda sun'iy intellekt dasturlar bilan ishlashni o'rganib olmasa, raqobatbardoshlari bo'lmay qolishi mumkin. Ertaga qaysidir kasbni yo'q ketsa 10 yildan keyin ular tezda yangi kasbga ega olishi kerak. Ya'ni mustaqil o'rganish ko'nikmasi hozir nomer 1 ga chiqyapti muhimligi bo'yicha. O'shanga siz rag'batlantirasiz, siz ota sifatida, ona sifatida unga hamma sharoit qilib berasiz. Imkon qadar masalan, menda oson ingliz tilini o'rgandim, lekin boshqa narsa nemis tilini o'rganaman mustaqil deganda meni bitta qilishim kerak bo'lgan narsa nima bo'ladi? Nemis tilida savol bo'lganda, bular hachaba bir ro'bori so'rab keladigan odam topish. Hachaba bir ro'bori so'rab keladigan odam topishim kerak bo'ladi. Bo'lmasa bilan o'qish to'xtab qoladi. Ya'ni ularda savol bo'lganda javob beruvchi odam, mentor degan odam bo'lsa, o'sha mentorga любой время bilan borib, bir oyda bir marta 1 soatga, bir haftada bir marta 20 minutga masalan so'rab keladigan joyi bo'lsa yoki onlayn Zoomda so'ra oladigan joyi bo'lsa, har qanday narsani odam o'zi bemalol o'rganib oladi. Ayrim narsalar bor, mustaqil o'rganish hech qanaqa mentor talab qilmaydi. Masalan, marketingni mustaqil o'rganish uchun mentor kerak emas. Menejmentni mustaqil o'rganish uchun mentor kerak emas. Ekonomikani mustaqil o'rganish uchun mentor kerak emas. Tilga kerak, texnik ko'nikmalarga kerak, injenerlikka kerak. Lekin gumanitar sohada tildan boshqa deyarli любой fan, hattoki yurisprudensiyani o'rganib olish uchun mentor shart emas. Chunki material yetarli. Lekin bu ko'nikma bolalikdan kitob o'qish bilan shakllantiriladi va bolani o'sha mustaqil nimanidir o'qishini, o'rganishni rag'batlantirishni shakllantiradi. O'sha o'rgana boshladim, birinchi narsasini rag'batlantirib turing buni. Ya'ni xursandligingizni bildirib turing, natijasini ko'rib anaqa qilib turing, ruhan ko'tarib turing. Zo'r, молодец, давай, dars qilamiz endi. Shuni 2 yil o'rganib oldi. O'zi uyda o'tirib, bittasi 6,5 oylik solib Westminsterga kirdi, uni qizil diplom bilan bitirib chiqdi qizim. Ikkinchisi 8 oylik soldi. Kichkinasi. Endi unda 2 yil bo'lsa, unda 4 yil vaqt bor edi. 8 oylik soldi, yana Westminsterga kirib ketdi. Aytmoqchi bo'lganim, sizdan qo'llab-quvvatlash. Pastda siz mustaqil o'qishni o'rgatib bo'lgan bo'lasiz, o'sha o'qiyotgan bola bo'ladi. Yuqorida o'sha qo'llab-quvvatlash.